Salom bolalar, sizlar bilan boz. Bugungi videoda men qishloq topishni usullarini ko'rsataman sizlarga. Bitta obunachimiz yozibdi. Men o'shani men yozib beray dedim. Xo'p, turing. Mana birinchisi qaranglar, birinchisi bizga obunachimiz mana bunaqa debdi. 3 ta 9 qiling dedi. 3 ta 9. Qani bo'lsamiz. Qani. Ichida nima bor ekan? Arzi degan narsa bor. Mana obunachilar, keyingisiga ham o'tishga ketdik. Unda keyingisiga o'tamiz. Obunachilar, keyingisi mod deb yozish kerak ekan. Mod deb yozish kerak. Yana to'nkar ana qidirish kerak buni. Qani o'zmitlarda chiqib qolsa kerak. Lekin uy qurishga mos. Qani ekan? Bu usul ishlamadi. Umuman ishlamadi. Usulimiz umuman bo'lmadi. Obunachilar o'xshadi. Bunisi o'xshadi. Qaranglar, qanaqa qishloq ekan. Kichkinagina qishloq ekan. Mayli, lekin zo'rgina qishloq. Uylar kam bitta negalar bug bo'lib bitta paydo bo'lib qolibdi. Bu usul ishlari. Keyingisiga o'tamiz. Bitta obunachimiz Dmod deb yozing debdi. Dmod. Hozir Dmod. Qani yana qarash kerak. Bu usul ishlaydimikan? Hozir ko'ramiz. Tag yugurin bul. Obunachilar, bu usul umuman ana bo'lmadi. Umuman chiqmas ekan, modda o'xshamadi deymiz. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi obunachimiz bitta mini Craftman 5 deb yozing debdi. Craftman deb yozing debdi. Craftman 5 deb yozing. Xo'p, yozdik. Yana o'g'darib o'tish kerak. Lekin bu vashti tinchis ekan. Qo'yilish tekisligi. Qishloqlar mana shu uy qurish kerak. Qani ishlarmikan bu usul? Qani yo'q obunachilar, bu usulimiz umuman o'xshamadi. Yo'q deymiz endi. Keyingisiga o'tamiz. Obunachilar, keyingisida bitta ana obunachimiz yana bitta ana debdi nima edi? So'z yozibdi mana bunaqa. Qishloq topdi, kompotni qishlog'ini topdi. Nomi nima ekan? Bilmadim, nima deb yozib qo'yibdi mana bunaqa. 13-chi. Vay, u o'rmonzor bo'lib yozibdi-yu bu yerda aniq qishloq yo'q. Nima deymiz? Endi ozgincha qidirib ko'ramiz. Tak. Qidirib ko'ramiz endi.
Yuguramiz. Yo'q. Bu usulimiz nima deymiz? Ishlamadi. Umuman ishlamadi. Yo'q deymiz endi. Obunachilar bet o'rmon zo'rg'aga o'tibdi. Keyingisiga o'tamiz unda. Obunachilar keyingisida bizga ana debdi bitta obunachimiz. Nima debdi? Qani ko'rib olaylik. Mana bunaqa yozibdi. To'xtinglar. Bo'ldi, shuni yozibdi. Endi yo bet o'rmon yarmi. Qidirib ko'ramiz. Cho'llar qidirib ko'ramiz. Piramida chiqsa o'xshaydi degani bu. Diqqat. Ozgincha to'nkaramiz, ana mayda qidiramiz. Cho'lda suvga balo bormi? Kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Mayli nicho. Obunachilar, bu usulimiz umuman ishlamadi. Nima deymiz? Yo'q deymiz yana. Endi keyingi usulimizga o'tamiz. Keyingi usulimiz bizga ana debdi, nima edi? Horror debdi bizga. Horror deyish kerak ekan. Qani? To'xtinglar. Ozgincha qidirib ko'ramiz. Obunachilar, bu usulimiz ishlamadi. Nima deymiz endi? Yana shunaqa. Umuman ishlamadi. Keyingi usulga o'tamiz. Keyingi usul bizga obunachiimiz konditsioner debdi. Konditsioner. Uzab qo'yar. Boshqa tilda gapiraman. Boshqacha yozaman. Hozir boshqacha sizlarga anonmaydi. Nima u degan klankara debdi bizga. Men konditsioner deb sizlarga aytib beraman. Konditsioner. Bitta ham chiqmaydi ekan bu usulimiz. Obunachilar, qaranglar, to'g'ri yozinglar. Bu usulimiz umuman o'xshamadi. Keyingi uslubga o'tamiz unda. Keyingi uslubimiz obunachilar bizga borib, obunachimiz 3 ta 5 qilinglar. Keyin bizga unaqa, hamnaqa. Qani. Chiqarma. Voy, yo-mayot. Mana qaranglar tekisligini. Mana qaranglar obunachilar tekisligini. Qishloqlar shuku qursa bo'lganimi? To'poylar. Qani ozgincha qidirib ko'raylikchi. Tekis joylar turibdi qishloq bu yoqqa yuqurmaydi yoki. Bu yoqqa yuqurmaydi, vashi chiroyli joy bo'ladi. Chiroyli bo'lsa. Yo, tekisligini qaranglar. Obunachilar, bir soatdan beri qarayapman. Usulimiz ishlamadi. Bitta to'g'ri yozinglar, obunachilar. Iltimos. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga ana bizning obunachimiz. O'rmon deb yozing debdi.
mana o'rmon chiqdi уже. Har xil nos ko'ramiz. Mana obunachilar qishloq o'rmon deb ko'ramiz. Ha, obunachilar mana qishli o'rmon chiqdi. Bu to'ppa-to'g'ri, lekin qishloq chiqmasa ham o'xshadi. Kengizga o'tamiz unda. Qani kengizga o'tamiz. Kengizga bizga obuna va like deb qo'yibdi bizga. Qani chiqarim. Rostdan ham obunachilar, like va obuna bo'ling. Chunki bizning maqsadimiz 100 mingta bo'lish. Qani chiqanimikan. Hoppa. Obunachilar, bu usulimiz umuman chiqmadi. Lekin quyosh obuna deb turibdi. Voy, tekis joy ekan bitlar. Madimiza yana o'xshamadi. O'xshamayapti-yu, obunachilar. Qanuz o'xshaydi, nimadir bormi? Z. Nuqta. Obunachi bo'lishdi. Qani. Chiqib kel. Oh no. Chiqib kelmadi. Yurakchami? Mana bu o'tcha. Bunaqa bir narsalar yo'qmi? Kut. Portlar. Voy, yuragim yo'q bo'lib ketdi. G'oyat yurakdan o'qildik. Obunachilar, bu usulimiz ishlamadi. Xayrlashgan vaqti keldi. Bu ozginchalik video, bu 1 soat ketadi. Zerikali bo'lib qolasizlarga. Undaga hammaga xayr deyman. Hammaga xayr, sog' bo'lib, omon bo'linglar. Like va kanalga obuna bo'linglar.